Qarang, masala nima bo'lyapti? Bu lukingiz nechili luk? 80 lik yani. 80 diametrli luk. Значит, qarang, 65 li lukingizda ikkita yoriq tushyaptimi? Aha. Yoriq, bitta yoriq, Bittamiz tomon. bitta bag'dan yoriq. Значит, qarang, 65 li luk nagruzkani ko'tardi kichkinaligini hisobiga. Значит, mana shu holatda mana. Qopqog'imiz o'zga hech Qopqoqqa hech narsa qilmadi. Mana uningizda muammo bor. Buni ustidan ishlashingiz kerak, mana uni ustidan umuman ishlashingiz kerak ekan. Значит, qarang, bu necha marka? 1200 yo 1000. 7 kunda 1100 marka chiqdi, 28 kunda 1400 gacha chiqadi. 28 ta 1400 gacha. Значит, hozir bular yoshiga to'lmagan, Yoshiga to'lmagan, bir haftalikda bu. Bo'ldi, ma'qul. Xudo xolasa sizga zadachi, qani luklarni ustidan ishlash, qopqoqni ustidan ishlash. Keyingi videolarimizda albatta muvaffaqiyatga erishishingizni xohlaymiz. Xudo xolasa. Hadid beton bizdan bo'ling, har doim kuzating bizni, albatta.